Atalmış Xitayçını ögünüş ve kollanış körgazma faaliyeti Şarkı Türkistan'a orunlaştırıldı. Qadrli görmələrimiz, əlbəttə Xitaydak numussuz, yani bunun qandaq ifadeyen acayip kökəmə, yani quvluq, şumluq, muğamberlikte muş bütün sübetlerini özüge mücessemlegen bir tecavüzçüler guruhi devamdı. Yani bugün bu haberini vatandakiler okusumu, yani şunçilik zulüm aslı yaşayotgan halkımız okusumu bir yerdir bir qanday qilib ketilamdi. Yani ko'ngli ilishida bu haberden. Sen yıllardan buyon en kichik tili chiqmagan bolalarimizni tatib numussizlarcha bizning tilimiz o'qitilgan maktablar o'qilmadi. Shunchalik farzandlarimizning narisida 3-4 yoshlik bolanimi yotoqlik maktabda solib olgan numussiz ifloslar bugun xuddi Xitoy tilini so'zlashamayotgandek bu xalq numussizlarcha bizning Sharq Turkistonning har qaysi shaharlarida nima deydi? Xitoychini o'rganish va qo'llanish ko'rgazma faoliyati. Xuddi bu millat 24 soat o'zining tilida ma'rif ilyotidi, o'zining tilida so'zlayotidi. Ya mushunchalar numussiz tajovuzchilar bo'ldi. Bu faaliyetini Xitay Ma'rif Ministerliği Ayollar Birleşmesi, Xitay Televiziya Komiteti, Milletler İşleri Komiteti birlikte o'rinlashtirgan. 2026 yıllık atalmış Milletler rayonundaki aileler ortak til yiziqini o'rganish ve qo'llanish ko'rgazma faaliyeti deb bu isim bilan oldingi hafta Aqsu shahrida o'tkazilgan vatanimizda. Xitay tashviqot vositalari bo'lsa bu xabarni atalmış yaxshi aile istiliga varislik qilib aile devlet arzusunu ortak işe aşırış temizdeki mezkur faaliyet 5. Ağustos Aksu'ya orunlaştırılıp faaliyetki Xitay'nın yukarı dereceli əməldarları qatnaşqanlığı ve hakazana Xitay'nınki axbaratları da bu şekilde verildi. Ya bu nime degen numussizlar bular ya. Oylap baxaylı. Yaxşı aile istiliği varislik qilish uchun sen butunlay milletinin hamma narsadan voz kechishing kerak. Keyindeki shuar qarab baxaylı meyada atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti Daimi Komitetining a'zosi Qo'rchoq amaldor Qaysar Abdukerim degan manqurt shu so'zlarni ifodalaydi bu yerda. Shu so'zga diqqat qilaylik. Xitoyning o'rtaq til yiziqini kengaytirish, umumlashtirish yo'l yo'riqlarini o'rindab, atalmış vatanni, Junxo millatini, Junxo madaniyatini, Xitoy Kommunistik Partiyasini, Xitoyki sotsializmni qalbdan e'tirof qilishni üzlüksüz müstehkemleşki çin turduğanlık hakkında jar sağın. Kim? Manqurt Qaysar Abdukerim. Şunu qarab baxaylı. Bir eğiz milletinge ait, sizin milletinge ait bir eğiz gap yo'q demek. Yani bunu okuyan her qandaq dört bir maxluq mu? Yani seni yok kılıman yeryüzünden uçurup taşlayman degenden başka narsa emas. Sizin milletinge ait bir eğiz gap yo'q. Bunu numussizlarcha deyadaysan. Aşı derecede manqurtib ketishligimni. Ve bunu numussizlarcha bazag'i salalaydi Xitoy. Shuncha vala zulm ostida xalqimiz mushundaq yolg'on saknilarni o'rinlashtirib, xuddi shunchalik baxtli yashayotgandek ko'rinishlarni beralaydi-da bu numussizlar. Dünyaga bunu her xil tillarda taqit alaydi. Bijar xalqning derdi özünün qalbida. Xitoy atalmış milletler rayonundaki aileler ortak til yiziqini o'rganish ve qo'llanish ko'rgazma faoliyatini bultur Qashqarda o'tkazgan edi. Mushunda vatanimizning Uyg'urlar en ko'p bo'lgan rayonlarda mushunda üzlüksüz devam qilyapti bu assimilyatsiya. Ama yana mushunda faoliyatlarni o'tkazib texammak buni kuchaytirdi. Xitoy tili yiziqini Sharq Turkiston xalqiga majburiy tengish Uyg'urlar boshliq turk xalqlarining tili yiziqini cheklashni maqsad qilgan davlat darajalik bu faoliyatning izchil tariqada Sharq Turkistonda o'tkazilishi assimilyatsiya til yiziqini cheklash jinoyatlarining Sharq Turkistonda texami kuchaydiganligi va nuqtaliq holda davomlashadiganligini aniq ko'rsatib berayotgan bir holat.
ya'ni bu tajovuzchi, ishg'oliyatchi Xitoylar vatanimizda mana shunday betbashira jinoyatlarni uzluksiz davomlashtiryotidi. Biz chet ellarda nima ish qilyapmiz? Nimalarni qilishimiz kerak? Bularni albatta bu turdagi xabarlarni o'qigan, ko'rgan vaqtimizda bizga qayta o'ylantirishi kerak bo'lgan masala.